Davlat ekologik ekspertiza markazi davlat muassasasi hamda O'zbekiston Milliy universiteti hamkorligida tashkil etilgan Yangi O'zbekistonda yashil makonni birga barpo qilamiz mavzusidagi davra suhbatini ochib e'lon qilsin. Ekologiya qo'mitasidan davlat ekspertiza texnika fanlari doktori G'ayrat Aminovich. Qaysi tadbirkor qanaqa sohada bo'lishidan qat'iy nazar nimadir qurmoqchi bo'lsa, bu uchun Vazirlar Mahkamasi qarori, prezidentning qarorlari va ekspertiza to'g'risidagi qonunlarimiz mavjud. Savol-javob tarzida ko'proq gaplashsak degan fikrda edim. Ekologik ekspertiza muhitga ta'sirini baholash, strategik ekologik baholash to'g'risida qonunga duch keldi. Bu atrof muhitni baholash tizimi boshqa, ekspertiza boshqa. Uni strategik ekologik baholash 3 ta institut birlashtirilgan holatdagi masalani qo'ydik biz. Ulardan ma'ruza kelib bizda o'qiymiz, bizdan ularga borib